Xonadonimizda eshik romlarini o'rnatib berganmiz. Hozir qisqacha obzor qilib beraman xonadonimizda. Ko'cha tarafdagi romlar hammasi 6 metr plastikdan rangi dubmokko bo'lgan. Oynalarimiz energiya tejovchi oyna bo'lgan. Ko'cha tarafda hamma bir etajda 4 tasi ochiladi. O'rtada ikkitasi zinalik uchun gulxo'r holatda qilib berganmiz. Ikkinchi etajdan xuddi shunaqa hammasi ochiladigan holatda berganmiz. Hozir hovli tarafdagi ochilib yopilishlari qanaqa mexanizmda ishlatganimizni uchun qisqacha obzor qilib beraman. Hovli tarafdagi eshik romlarini ko'ramiz. Hozir eshiklarimiz termoid 8 dan bo'lgan. Romlarimiz 6 metr plastik va bu tarafdan xuddi shunaqa 6 metr plastik rangi dubmokko oynalarimiz energiya tejovchi oyna qilib berganmiz. Xonadon juda chiroyli chiqqan. Bu taraf panorama holat. Bu yerda eshiklarimiz splashli holatda shatlankasi bilan birga qilib berganlar. Bu tarafda ham xuddi shunaqa holatda hozir ishlash yopilishlarini birgalikda ko'rib chiqamiz. Eshigimiz termoidimiz 8, ruchkamiz italianskiy ruchka bo'lgan. Ochib yopilishlari juda yengil, ko'rsatadi. Yopilishlar juda yengil ishlaydi. Bu yerda 1,5 qanot qilib berganmiz. Shatlankasi bilan birga holatda qilib berganmiz. Hozir bu tarafda ruchkamiz ham ishlashgan ekan. Ruchkamiz rotosini bronza, germaniskiy ruchka mexanizmdan turецкий mexanizmdan qilib berganmiz. Ochib yopilishlari juda yengil. Bu tarafda dvayno mexanizm holatda qilib berganmiz. Mijozimiz talabiga binoan podakonlik emas, tosh pudrakali, shuning uchun toshga ham joy tashlab ketganmiz. Pastalishnici bor. Pastalishniga tosh borib qadaladi. Shuning uchun hamma romlarga biz podakonlik o'rniga toshga joy tashlab ketganmiz. Tarafda kuxnyalik uchun kuxnyalik joyga biz vitrasli eshik qilib berganmiz. Ikkita chekkasi buxor, o'rtada 2 qanotli eshik. Kuxnya bo'lar ekan. Kuxnyalik uchun oynasi yergacha o'rish shatlankali holatda juda chiroyli chiqqan. Ochib yopilishlari juda yengil. Do'stlar, hozir hovli tarafdagi romlarni ham, fasonlarni, dizaynerlarni ham birgalikda ko'rib chiqamiz. Va bu tarafdagi dizaynerda ikkita taraf ochiladi. O'rta gulxo'r, ikkinchi etajdan xuddi shunaqa, ikkinchi etajdan holat ochiladi. Bu tarafda panorama holat qilingan. Bu tarafda ham ochiladi va bu tarafda ham ochiladigan panorama tasvirlar berilgan. Bu etajdan xuddi shunaqa. Va bu tarafda bir etajli taraflar hammasi ikkitadan ochilish berilganmiz. Juda chiroyli chiqqan. Razmerlari 1.30 ga balandligi 2 metr atrofida bo'lgan. Juda chiroyli chiqqan. Va bu tarafdagi eshigimiz vitrajli bo'lgan, ikkita chekkasi buxor, o'rtada 2 qanotli eshigimiz. Ochib yopilishi ham juda yengil ishlaydi. Ko'rsatmalar hozir ichki bilan panorama holatdagi romni ham ko'ramiz. Ochib yopilishi. Panorama rom ko'rsizlar faqat qanot o'zida promoli bo'lgan va bu tarafi splashli holatda, gulxo'r oyna holatda qilib berganmiz. Ichkaridan tashqarini bemalol ko'rsa bo'ladi. Bu joyi 90 gradusliklarda, bu tarafi alohida keladi va bu tarafi alohida kelgan holatda joyda 90 gradusda qo'yiladi. Shunaqa sifatli eshik romlar kerak bo'lsa, pastda nomer qoldirman. Nomerga aloqa chiqishingiz mumkin. Videoga like bosib, sahifamga obuna bo'lib qo'ying.